Ushbu darsimizda aynan mana shunaqa montaj jarayonlarini o'rganamiz. Videoni boshlashdan oldin obuna tugmasini bosib qo'ying. Qani ketdik. Bosdingizmi? Boshladik unda. Do'stlar, sizlarga ozgina tushuncha berib ketaman. Sizlarning vaqtinglarni olmaslik uchun kerakli bo'lgan mana bu yerda papkalarni va kerakli bo'lgan hamma ma'lumotlarni yozib tayyorlab olganman, tezroq tushuntirish uchun. Demak, boshladik. Mana bu yoqda shuncha yozuv turibdi, lekin bu yoqda ko'rinmayapti deydigan bo'lsanglar, timeline'da mana bu shayda bitta bosadigan bo'lsak, bu yoqda chiqib keladi. Ya'ni hamma kerakli informatsiyalar yozilgan, faqat joyida ekonom qilish uchun buni shayda bosib o'chirib qo'yganman. Endi o'zimiz kerak xohlagan bironta so'zni yozib olamiz. Masalan, karusel degan so'zni yozsak ham bo'ladi. Yoki men After Effects degan so'zni yozib olsak ham bo'ladi. Masalan, After Effects'ni olamiz. Oldik va buni shriftini o'zgartiramiz. Agency qilamizda bold qilib qo'yamiz. Bo'ladi. Va o'lchamini o'zimiz kerakli holatda kattaroq qo'ysak ham bo'ladi. Bold emas, regular qilsak bo'lar ekan. Bo'ldi, juda ham yaxshi. Va buni endi markazga tushirib olamiz. Y harfini bosamizda do'stlar, Ctrl bosib turgan holda bu yoqqa tortadigan bo'lsak, bizga magnet orqali tortib oladi. Yoki mana bu snapni bosib qo'yamiz va snap orqali tortadigan bo'lsak, o'zi avtomatik magneti chiqadi. Ya'ni Ctrl bosib o'tirishimiz shart emas. Endi yana bitta qiladigan ishimiz mana bu yoqda title action yoqib qo'yamiz. Mana title action. Agar xohlasak buni bossak o'chadi, xohlasak mana buni bossak yonadi. Mana shunaqa holatda yoqib qo'ysak ham bo'ladi. Endi aniqroq ishlamoqchi bo'lsak, yoqib qo'yish tavsiya qilaman. Yoki de o'zimiz kerakli bironta Ctrl R da bossak mana bu lineykalar chiqadi. R da bossa yana qaytib kirishi mumkin. Mana shunaqa holatda lineykalarni chiqarib olsak, title actionga ehtiyoj bo'lmaydi. Mana bo'ldi va endi title actionni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Bo'ldi. Ozgina tozaroq bo'ldi. Endi Y harfini bosib mana bu anchor pointimizni qaranglar, mana bu sirg'alib ketyapti hozir. Mana lineykamiz, chiziqlar. Bu yoqqa kiramiz, view bo'limiga kirib, bu yoqdan lookni bosib qotirib qo'yadigan bo'lsak, keyin bemalol ishlatsak bo'ladi. Endi yozuvga kelamiz, Y harfini bosamiz va mana bu yoqqa olib to'g'rilab qo'ydik. Magnet tortdi, juda ham zo'r. Endi qiladigan ishimiz shunchaki buni olamiz, Ctrl D ni bosamizda, kopiya qilamiz. R harfini bosamiz, ya'ni masalan, buni o'rtacha 10 gradusga 10 kub ekan. Bo'ladi mana shu. 6 gradus juda ham yaxshi. Ya'ni ikkalasini belgilaymizda, Ctrl D ni bosib kopiya qilib olamiz va R harfini bosadigan bo'lsak, aynan mana shunday holatda ko'paytirib olsak bo'lar ekan. Mana juda ham yaxshi. Yana общий hammasini belgilaymiz va Ctrl D ni bosamiz. Mana Ctrl D ni bosamiz, yana ko'paytiramiz. Yana bitta R harfini bosadigan bo'lsak, mana shunday holatda tushirib olsak bo'lar ekan. Bo'ldi. Yana bitta Ctrl D ni bosamiz va mana holatda eng tepaga chiqarib olamiz hammasini belgilab. Va R harfini bosamiz. Endi bularni hammasini plyusga tortayotganda endi minusga tortamiz. Mana shunday holatda foydalansak bo'ladi. Tak. Bo'ladi, juda ham yaxshi. Yana Ctrl D ni bosamiz va xuddi mana shunday holatda ko'paytirib olamiz. R harfini bosadigan bo'lsak, mana bu yoqdan hammasini rotationni chiqib keladi. Rotationni mana shunday holatda tortib belgilasak bo'ladi. Mana bo'ldi. Bizga mana bu yoqda hozir qayergacha kelib turganligi ko'rinib turibdi. Juda ham yaxshi. Eng oxirgisini belgilaymiz va eng boshiga kelib olamiz. Shiftni bosgan holatda belgilasak, hammasini belgilab oladi. Juda ham yaxshi. Endi U harfini bitta bosadigan bo'lsak, qisqaroq holatga keladi. Endi qaranglar do'stlar. Buni bitta null objektga bog'lab olishimiz kerak. Endi nima qilamiz? Endi Ctrl Alt Shift Y ni bosamizda, eng tepasiga chiqib Ctrl Alt Shift Y ni bosamiz, null object bizga chiqarib beradi. Va bitta tildani bosadigan bo'lsak, mana shu bizga hammasini ochib chiqarib beradi. Endi do'stlar, hammasini belgilab olamiz va null objectga parent link orqali bog'lab qo'yamiz. E'tibor beramiz do'stlar, parent link bor, trackmat bor bizda. Biz trackmatdan foydalanmaymiz, hozircha parent linkdan foydalanamiz. Parent link degani hammasini linkini null objektga bog'lab qo'yamiz degani va bu null object orqali biza butun hamma yozuvlarni boshqaramiz. Endi do'stlar, mana bu null objektimizni anchor pointini aynan mana shu nuqtaga olib kelib olamiz va ikkalasining ham anchor pointi bitta nuqtada bo'lyapti. Juda ham yaxshi. Endi bu yoqdagi hamma kerakli After Effects yozuvlarni belgilaymizda va null object orqali, ya'ni parent link orqali null objektga bog'lab qo'yamiz. Ya'ni parent link bizga bularni boshqarish imkoniyatini beradi. Tushunarli? Demak, trackmat orqali bularni boshqa vazifa bajaradi. Buni keyingi darslarda tushuntiramiz. Parent link esa
aynan mana shu yozuvlarimizni mana bu nal orqali boshqaramiz. Ya'ni nalga tobe qilib qo'yamiz. Biz mana shu yozuvlarni hammasini endi nalga tobe qilib qo'ydik. Endi nalni rotationini buradigan bo'lsak, e'tibor bersak, mana bu yoqda bizaga hammasi burilyapti. Va mana bu yoqda e'tibor bersak, mana bu to'r burchagi ham o'zgarib ketyapti. Juda ham yaxshi. Endi buni 0 holatga keltirib olamiz va qaranglar. Endi buni biz asta mana bu holatga tushiradigan bo'lsak, gradusini buradigan bo'lsak, endi har bittasini nuqta bittalab urib o'tirmasligi uchun nima qilamiz? Shunchaki rotationga kelamiz, time ni bosamiz, ko'paytirilgan expression yozyapmiz-da endi biz. 10 qilsak ham bo'ladi. Mana 10 qildik. Mana shunaqa holatda juda ham yaxshi. Mana tayyor karusel hosil bo'ldi do'stlar. Xohlasak, mana buni juda tez yuradigan bo'lsa 5 qilib pasaytirib qo'yishimiz ham mumkin. Mana ko'ryapsizlar, sekin yuryapti. Va nal shunday bosamiz va kattaroq qiladigan bo'lsak. Mana. Shunaqa gaplar juda ham ajoyib. Mana shunaqa osonlik bilan bajarsanglar bo'ladi. Demak, birinchi karuselimiz tugadi. Keyingi darsda ikkinchi karuselda o'rgataman. 5 xil karusel usulini o'rgataman. Bundan ham boshqa oson yo'llari bor. Uni onlayn kurslarimizda ko'rsatib o'rgatib ketganmiz. Mayda-mayda detallariga tushuntirib beramiz. Bu yoqda iloji boricha kerakli informatsiyani asosiy qismlarini tushuntirib ketyapmiz do'stlar. Endi qiladigan ishimiz do'stlar faqatgina mana bu yozuvlarni almashtirib chiqish bo'ldi. Mana bu yoqdan o'zim kerakli yozuvlarni masalan tanlab olganman. Masalan, qaysi maskingmi, tracking, hammasini o'zimga kerakli holatda tanlab olganman. Mana do'stlar hammasini tayyorlab oldik. Endi bemalol foydalansak bo'ladi. Qaranglar, qanday chiroyli karusel chiqdi.